Assalomu alaykum, Agrota Holdings kuzatuvchilari. Bugun biza Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Yangi Obod qishlog'idamiz. Mana bu kultivatorimizni 2 yil oldin mijozimiz bizdan xarid qilganlar. Hozir mana o'zlarining yonlariga keldik. O'zlarini mana shu kultivator haqida realniy fikrlarini so'rab olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Kultivator 2 yil oldin olgansizlar. Ha. Bu haqida realniy ozufingizni, realniy fikringizni kameraga qarab aytsangiz. Hop, assalomu alaykum, hurmatli shu texnika ishqibozlari, fermer akalar. Mana biz shu turistik O'zbekiston kultivatsiyasini shu Agrota Holding kompaniyasidan shartnoma asosida olganmiz 2 yil oldin. Hop, bu kultivatsiyani afzallik tomonlari biz uchun juda yuqori. Mana shuni olib qiziqib olganmiz. Texnika unumdorligi zo'r. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, soz holatda 2 yil oldin olganmiz buni. Hali hech qaytiga bir strashniy bir holatga nima bo'lgani yo'q. Mana g'o'zalarga mana 76 ga 2 qator qilib ekkanmiz paxtalarni. Mana asosiy vazifalari mana shu disklarda, mana spirallarda 15 santimetrdan 35 santimetrgacha chuqurlikda yurgizsa bo'ladi buni. Hop, bu kultivatsiyani mana men sizlarga hozir afzallik tomonlarini aytsam, mana bizda hozir aksariyat bizni tumanimizda 76 ga 2 qator Shinjon usulida ekkanlar bor, ochiq maydonlarga ekkanlar bor-da endi fermerlar. Xo'p, bu kultivatsiyamiz 90 ga 76 ga moslab sozlab 2 qator bo'ladimi yoki qator bo'ladimi, har xil razmerga o'zingizga qulay razmerga olib kelsangiz bo'ladi. Mana buni mana mayda o'zini mana burab chuqurlik, sayozlik qiladigan mana o'zi ko'rsatmalari bor. Bu yerda asosiy paxtani nobud qilmaydigan jarayoni mana shu disk. Mana disk yonida masalan 5 santimetr, 15 santimetrgacha qilib sozlasangiz bo'ladi. Hech qanaqangi bir yomg'irda boshqadan qatqaloqni ko'chirishga har qanday afzallik tomonlari bor bu kultivatsiyada. Biz yerlar mana sirash deb qo'ysa ham bo'ladi. Biz yerlar unumdorligi yaxshi. Misol uchun yetilishiga yurmasangiz bo'lmaydi-da bunda. Masalan, oqarib ketib qolsa kesak chiqarib yuboradi, boshqa bo'ladi. Yetilishiga yurganimizda mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana birinchi kultivatsiyadan chiqqan birinchi kultivatsiya, hozir mana ikkinchisini bundan ham chuqurroq qilamiz. Mana ko'chatlarimiz holati zo'r. Mana o'rmagan, netmagan, mana 76 2 qator bo'lganda ham mana pateriya ko'chatlar yo'q. 100 ga 100 kultivator nimani olib chiqib beradi-da. Tushunarli. Aka, hozir bu kultivatordan bizda yana yangi kelgan. Nasib bo'lsa yana bitta olmoqchisiz. Olamiz. Bu hozir Sadafxon Sanamxon fermer xo'jaligida 2 yil oldin olganmiz. Bundan keyin yana 3 ta fermerimiz bu akalardan shartnoma qilib sizlardan oldi. Endi men o'zim Yigitali Muhammadov fermer xo'jaligi hozir dokumentlar tayyorlayapmiz. Xudo xolasa olib kelamiz. Bugun erta shunga harakat qilyapmiz. Xo'p, endi sizga eng muhim savol, nima uchun aynan Agrotani tanladingiz? Xo'p, sifat birinchi o'rinda. Sifat, servis xizmatlari. Xo'p, yana bitta muhim savolim bor sizga. Hamma fermerlarni qiynaydigan savol deb o'ylayman bu narsani. Misol uchun, agregatingizga qanaqadir detal kerak bo'ldi-da. Xo'p. Yetkazib berish vaqti qanaqa bo'lyapti sizda? Yetkazib berish vaqti joyida. Qancha o'zida nima kerak? Bu texnologiya bo'yicha, texnika bo'yicha bizga nima kerakli zapchast kerak bo'lsa, birog'iz aloqaga chiqamiz. Dastaka qilishadi, bo'lmasa o'zimiz borib, o'zimiz xohlaganda olib kelamiz. Mana hamma zapchastlarni topsa bo'ladi mana. 1 sezon, 2 sezon qimirlamay ishlaydi-da. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi O'zbekistondagi boshqa fermer akalarga buni tavsiya qilasizmi? Imенно Agrota kompaniyasini tavsiya qilasizmi? Agrota kompaniyasini men tavsiya qilaman. Bu chunki biz o'zimiz biz haqiqiy mutaxassisliklardan o'rganib, mana O'zbekiston kultivatsiyasini oldik. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Unumdorligi, sifati zo'r. Kimga mana shunaqa kultivatorlar kerak bo'lsa, bizda hozir imенно Agrota Holdings kompaniyasida yangi kelganlari bor. Sonlari ham cheklangan, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib, xarid qilsanglar bo'ladi. Mana Yigitali akani o'zlari realniy mijoz yana bitta olyaptilar. Olinglar, hammaga tavsiya qilamiz fermer dehqonlariga. Olib ishlatinglar. Afzallik tomonlari, foydali tomonlari juda unumdorliklari yuqori.